شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qırmızı qarindoshlar, bugun darsimiz Sura Baqaraninki 221 oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo masalaninki faqat dunyoga qarashliq yoki oxiratga qarashliq bo'lmasdan har yaxshilikning va har yomonlikning mukofot jazosining dunyo oxiratda o'xshash berildiganligini eskartib qo'ygandan keyin yetimlar haqida bir ko'rsatma bergandi. Bola haqida, ya'ni munoqchit qilgan vaqtda. Endi o mazmundan keyin Alloh subhanahu va taolo yangi bir masalani o'rtaga qo'ydi. Biz qarg'a vaqtimizda bu bugungi darsimizdagi bu yangi masalaninki hayotning tam asosiy ekanligini bayqay olamiz. Ya'ni hayotimizning asosi, kelgusi jamiyatimizning asosi bu bo'lsa-mu to'y qilish, oila masalasi. Oyatning asosida Alloh subhanahu va taolo ziminda söz sahibi qilgan, xalifa qilgan, hurmatli qilgan bütün şeylerning hammini uning xizmatida qilgan inson uchun saodat, huzur va muqimlik yaratish, saodat, huzur, muqimlikni qo'lga keltirish uchun bizga bergan bir ta'limot. Yani Allah bu ayette şunda demekçi ki bu insan cemiyetinin asası olan, hayatının asası olan bu insan bir menbelik, yani bir körsetmelik, bir menheclik menbeden çıkış gerek. Çünkü okşamagan her şekildeki hahişler tarafından ortaya çıkıdığan hareket hayatını buzudu, dünyanı buzudu, kanuniyetini buzudu. İnsanның turmuşu insan bulmay kalıdı. Onda olgandan insan tope bir akidevi menbeni asas turup ortaya çıkış gerek. Şunda şekillendiriş gerek. Bu menbe okşamagan hahiş, okşamagan akidelerinin tesirine uçurap ızdıraplık ortaya çıkmaslığı gerek degan asas tutup Allah subhanahu wa ta'ala bizni agahlandırıyordu. Yani insan zavodi desek mi buludu? Yani insan çıkıdığan, insan şekillendirildiğin kaçınınki sağlam buluşunu Allah subhanahu wa ta'ala isteydi. Şimdi olan bu hakta, bugünkü dersimiz şu hakta buludu. Allah subhanahu wa ta'ala nimdeydi? Estaizu billah. وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Ayet nemde izahatıga kirishten ilgari qisqacha bir tarjima qilsak, Allah bizga xitob qilib nim deydi? Sizlar mushrik ayollar iymon etqanga qadar ulanamanglar. Ular bilan to'y qilmanglar. Didek olsunmu mu'min erkin azat olsunmu müşriktin yaxshi. Gerçi o müşrik ayol aqidasida masala va ayol sizni o'ziga qanchalik tortib ketgudek darajada bo'lib ketsin. Bu birinchi xitob.
Onun arkasındaki kitap ayollarga qaratilgan kitap. Ya'ni sizlar ayollarni mushriklarga to'ylab qo'ymanglar. Mushriklar iymon etganga qadar, ya'ni aqida masalasi, ideya, qimmat qarash masalasi, hayot falsafa masalasi. Qul bo'lgan taqdirda bir mu'min mushrikdan yaxshi. Garchi u mushrikning silni tatib turadigan nurg'un taraflari bo'lgan taqdirdami? Chunki u xil sinfdagi kishilar, mayli erga qarata askartilgan ayol yoki ayolga qarata askartilgan ayol bo'lsin, u xil tipdagi sizlar bilan o'xshash ko'z qarashda olmagan, o'xshamagan yo'ldagi u kishilar do'zaxga chaqiradi. Alloh sizni jannatga va mag'firatga o'z izni bilan chaqirdi. Allah kishilarga ularning aslishi uchun o'z oyatlarini bayon qiladi. Oyatning qisqacha tarjimasi bu. Endi oyatda birinchi qilib iymon aytqanga qadar, ya'ni iymon aytmasa, mushrik ayollarni ammanglar dedi. Mushrik ayol oila qurilishidagi ayol yoki mushrik bo'lsin, ayol oila qurilishi, jamiyat qurilishidagi birinchi kesak. Biz qurmoqchi bo'lgan uyning birinchi kesaki ayol. Agar bu ayol mu'min bo'lmasa nima ish bo'ladi? Ayol bolalaringizni tarbiyalaydi, o'zining mushrikligiga mos shaklda. Endi dadulush sifati bilan er kishi ma'lum vaqtdan keyin anmasliga aralashadi. Bola kichik vaqtida mayli xalayli xalamayli anaga oid bo'ladi. Bala ma'lum dadining keynidan yugurib mengib, ashni qildisi qilib, mashni qildisi qildigan chaqqa yetkicha tamamen o balaga ananing idisi, mayli mu'min bo'lsa iymoncha, mushrik bo'lsa mushrikcha va boshqa shaklda bo'lsa boshqa shaklcha singib bo'lgan bo'ladi. Vujudiga unib bo'ladi u, unadigan narsa. Balada xarakter yetilib bo'ladi, dadining quliga o'tib bo'lgan chaqqicha. Mu'min er mushrik ayollab qolsa dal masala mishat chiqadi. Bola o'zining dastlabki balalik davrini mushrik shaklda yoki boshqa ideya bilan yetildirdi. Andan dada o balani qo'lga olgan vaqtida dadaning ideyasi agar dada ayolidan o'xshamagan din o'xshamagan ko'z qarashda ko'p qolgan taqdirda o'zining ideyasi bo'yicha ish qilayotgan vaqtda balaning shu vaqtdagi vujudida to'qinish kelib chiqadi. Oilada masala chiqadi. Oila tuzilmasi masala chiqadi. Chunki onaning bala bilan yashagan bir mezgil hayoti balaning shakllanish avlaviyat qismida ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida balaning qimmat qarashiga ta'sir ko'rsatadi. Balaning axloq yo'lnishiga ta'sir ko'rsatadi. Mana bu masala 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh vaqtida biz farq etib bo'lmaymiz, ammo bala bir narsani ko'gili boshlagan, bir narsani farq etkili boshlagan vaqtda buning ta'siri o'rtaga chiqishga boshlaydi. Chunki bala o'zining hayotining dastlabki davrlarini onaning quchqida o'tkazadi. Undan keyin yo'g'onaydi, dadaning ilkiga o'tadi. Dal masala mishanchi. Men bir alay bir nuqta dada mu'min bo'lgan bilan, dada musulmon bo'lgan bilan dadaning ta'siri onaning ta'siri o'ynab ketib bo'lgandan keyin keladi. Avval shirk keladi, agar mushrik bo'lib qolsa ana, undan keyin iymon keladi. Masala mishanchi. Chunki balani egallab bo'ldi ideya. O müşriklik balını egallab bo'lgan bo'ladi. Endi biz dunyodagi jonliqlar, koinotlar ishiga diqqat qilsak, balalik davri eng uzun koinot yoki eng uzun maxluq inson. 2 soat balalik vaqtini o'tkazib bilan normal holatga kiradigan jonliqlar bor. Masalan, chivinga o'xshash. 1 oy kichiklik vaqtini o'tkazib bilan cho'ng qator qo'shilib ketadigan hayvonlar va 1 yilda cho'nglar qator o'tkazadigan hayvonlar va ammo inson necha yil vaqtni balalik shaklda o'tkazdi. Nima uchun Alloh insonga bu darajada uzun vaqtni balalik holatini o'tkazish uchun tayinlab qo'ygan? Chunki hayotdagi insonning ustiga oladigan vazifasi intayin muhim, og'ir o'g'achqa. İnsan kelgusidagi jamiyatda ado qiladigan vazifasi uchun uzun hazırlanış gerek. O
biz davamlı derslerimizde dep ketyapmiz, inson boshqa mahluqlarga tamamen o'xshamaydigan bir mahluq. Boshqa mahluqlar hayotda nima ish uchun yaratilgan bo'lsa, shu xil iqtidor bilan, shu xil ong bilan, shu xil program bilan tug'iladi. O normal mang'alaydigan yoki qushib qolsa uchalaydigan holat kelsa, o'zining shu vazifasini qilaveradi. Ammo inson kelgusidagi qilmoqchi bo'lgan vazifasini noldan o'zi boshlab yetiltirdi. Manda o'g'achqa insonning balalik davri nima bo'ladi? Uzun bo'ladi. Ya'ni insonning balalik davri deganimiz hisobda intayin muhim bo'lgan kelgusi uchun hozirlanish davri. Balaning kelgusidagi qimmatli bo'lgan ishlarining asosi balalik davridan keladi. Balaning hayotidagi qimmat qarashi balalik davridan keladi. Bu kishiningki kelgusi yashash plani, yo'l xaritasi balalik davridan keladi. Ta balog'atga yetganga qadar bola shu shaklda yetiladi, hozirlanadi. Balog'atga yetgandan keyin normal odamga aylanib, undagi o'zining yo'lini o'zi topadi. Surinurdimi? Va iza balagal atfalu minkumul hulma falyastazinu kama stazana allazina min qablihim degene. Balalarninki normal odam qatoga qo'shilishi balog'atga yetgan vaqtda bo'ladi. Balog'atga yetishning oldida balaning hozirlanish davri. Endi demak, bala balog'atga yetganga qadar balipet yashaydi. Qancha yil ketadi buningga? Qancha yil anisi mushrik bo'lgan taqdirda shirk manbasidan uzuqlanadi? Bak uzun mezgil bu. Uzun yillardan keyin masalan 5 yil, 10 yil, balkim 13, 14 yil balog'atga yetishgan shu 15 yil atrofida bo'ladi. 15 yil anisidan, mushrik bo'lgan anisidan shirk aqidini, o'xshamagan ko'z qarashni, o'xshamagan qimmat qarash ideya fikrini o'ziga singdirib bo'lgandan keyin uning mu'min bo'lishi mumkin emas. Mu'min bo'lgan taqdirdami uning ichki qatlamida to'qinish mana bir holat yashaydi. Agar mu'min bo'ldi degan taqdirda balkim dadisining qahri ostida majburiy shaklda bo'lishi mumkin. Bu shakli bo'ladi. Bu onunğa diqqat nazarini vergan yoki onunğa astoydil muomala qilingan shaklda bo'lmaydi. Asli sodiq shaklda, rost shaklda bo'lmaydi. Ya'ni shakli musulmon bo'lib yashaydi u. Biz misol olsak, mevlar masalan eng burun ichidagi uruqchisi pishamish. Uruqchisi pishib bo'lgandan keyin, undan keyin mevasi undan keyin pishamish yani. Ya'ni har narsaninki shakllanadigan tunji narsasi uning uruqchisi. Endi demak, ayol kishi shu jamiyatning asosi bo'lgan balani balalik davrida kelgusi uchun hozirlaydigan birinchi bosqich bo'lg'achqa, Alloh subhanahu va taolo kelgusi jamiyat a'zolarining bizning kelgusimizningki ichki dunyosi qalaymaqonlashgan, birisi bilan to'qinishgan, ya'ni iymon bilan shirk to'qinishi va holatda o'rtaga chiqmaslik uchun bizga nima deydi? Wala tankihul mushrikat hatta yu'minna. Ya'ni sizlar o'zinglarning kelgusini mushrik ayollarning qutqizga qo'lga tutqizmanglar. Ulardagi sizlarni o'ziga tortadigan ba'zi o'lchamlarga aldanmanglar sizlar. Allohga ishoninglarki, ya'ni Allohga ishonch qilinglarki, wala abdum wala amatun mu'mina xayrun min mushrika. Sizlar hargiz ma'ning siyoqiga qaramanglar. Nasibiga qaramanglar, jamiyatga o'rniga qaramanglar. Chunki sizning hayotingizni ta'sir ko'rsatadigan uning nasibi va jamiyatga o'rni emas. Siz bilan billa bir uyda yashash uchun uning qimmat qarashi eng muhim. Shunga qul bo'lgan taqdirdami, didak bo'lgan taqdirdami, mu'min bo'lsa, bu aslni o'ziga qiziqtiradigan yoki o'zining go'zalligi, jamoli bilan sizni o'ziga maftun qilgan ayoldan ma'o yaxshi. Chunki insonning ayol kishiga qiziqadigan taraflari imondan boshqa umr baq qisqa. Balkim go'zallikni tortib atqanda insonda go'zallik 10 yildan oshmaydi.
Qarab baqsaq bo'ladi jamiyatga. Biz bir 20 yoshli qizning go'zalligiga mabtun bo'lib to'y qilamiz deymiz. Shunda qarab baqayli jamiyatda 30 yoshdan oshgan ayollarda biz mushu qizga qiziqqan masalan, go'zallik, mabtunlik bormi? Yo'q, insondagi u qiziqish bekor. Uning mol dunyosi bizni tortishi mumkin. Jamiyatni ko'ryapmiz, hayot yashayapmiz. Falakning chaqi ba'zi o'ng'i, ba'zi ta'tirga cho'g'laydi. Bugun mol dunyosi qiziqib olgan xotin bir ishlar bilan atsi namrat qilishi mumkin. Va yoki boshqa omillar shunga o'xshagan. Iymondan boshqasini tortayotgan har tarafning umri intayin qisqa. Amaliyat insonningki ayol kishining jismoniy, moddiy go'zalligi, moddiy buni ta'sir turayotgan jazbidorligi din huzurlangan vaqtda butun hayotdan xuloslab yig'ib ekansak bir necha oy qolmaydi. Ammo mush ishlar hammasi o'tgandan keyin masalan to'y qildi, bir ayolning jamoliga mabtun bo'lib va boshqa taraflarga mabtun bo'lib to'y qildi. To'y qilgandan keyin bizni o'ziga mabtun qilgan o taraflar asta-asta so'g'iydi, to'y qilib qolganlar hammasi biladi buni. Bizning ayollar oilada qanday uy tutishimiz, uy oilaningki havosining, atmosferasining qanday bo'lishi sen bilan ayolning qimmat qarashi, idisiga bog'liq bo'lib qoladi. Sen bilan tushmaydigan, kelishmaydigan, o'xshamagan fikrdagi ayol qancha sohib jamol bo'lib ketsin, bo'ldi tugudi uningki, seni tatadigan taraflar tugaydi. Uy bir muzluq, ya'ni so'g'uq, illiqlik bo'lmagan bir uyga aylanadigan gap. Masala shu. Hatto mana bir misol olay. Bir ayol to'y qilib 1-2 yilgacha agar homildor bo'lmasa, andishaga tushdi. Nima ish qil? Chunki hammaning o'tdan bilamiz. Erni ayolga bog'lab turadigan narsa bola. Balonmagan ayolning cho'lib ketishini aytdi. Tizlanamdi. Nima uchun ayol shuncha jiddiylashadi balasi bo'lmasa? Chunki hammaning tushunamizki, u to'ydan ilgari er kishini o'ziga tortgan, o'ziga mabtun qilgan u go'zallik to'ydan keyin so'qiydi. Uning davomli oilani saqlab qoladigan bir omil bo'lib turolmaydiganligini hammasi o'tdan biladi. Shunga qo'soq ko'tarmasa, homildor bo'lmasa, jiddiylashishga boshlaydi. Uning go'zalligi, uning boshqa taraflari, uning qosh ko'zlari hammasi so'qiydi. Faqat erning ayoldan bir uyda qab qilish uchun kerakli bir necha omil bor. Qimmat qarash, ideya, fikr, din omillari va uni bog'lab turadigan bola mushlar qab qoladi oxirisida. To'yga vaqtiki o'lcham hech nima qolmaydi. Shunga ayolimiz va bir necha balamiz va ba'zi bir ishlar yuz berib qolgan taqdirdami? Nima deydi xalqlar? Balalaringiz va sabr qiling deydi. Demak, u to'y qilib bo'lgandan keyin to'y qilishning oldidagi bizni to'y qilishga undayotgan ba'zi omillar yo'qaydi. Boshqa omil o'rtaga chiqadigan gap. Shunga sizlar to'ydan oldida uning chiroyiga qaramanglar demak. Qur'onning davatqani. Uning mol dunyosi, mansabi yoki navbatdagi silni o'ziga tortayotgan ahvolga aldanmanglar. Wala tankihul mushrikat hatta yu'minna. Qimmat qarash masalasi birlik kelmaguncha sizlar bir mu'min bo'lish tutumlidan u mu'min bo'lganga qadar amma. Mu'min bo'ldimi, qolgan narsani hisoblashmoq. Chunki islomdan ilgari bütün uning jinoyatlarini, xatoliklarini kechirdi. Sizlar mushning asoslaninglar da'vatidir. Oyatning oxirgi bir nuqtaga diqqat qilsak, "Walau a'jabatkum" degan bir nuqta bor. Oyat va ya'ni. Sizni qiziqtirib ketgan taqdirdami? Mu'min yaxshi. U mushrik hur ayol har qancha qiziqtirsin. Qaranglar, bak qiziqtirsin degan ifodani akilishi, yani insonning ko'p hollarda hissiy tarafga, moddiy tarafga o'lchamni bek beradiganligimiz. Amaliyotda bu hissiy, moddiy o'lcham bizning ayollar qo'ydigan faqat arada yo'qaydiganligi, qilib qoladiganining ma'naviy, ideyaviy, fikriy, diniy o'lcham ekanligini bizga qanaqatidi, asl tutadi. Ondan keyingi oyatda ayol erlarga xitob bo'lgandan keyin endi valilarga xitob qilib, mushriklar iymon etganga qadar sizlar ayol qizlaringlarni, aranglardagi ayollarni ularga nikohlab qo'ymanglar. Oyatda erlarga bevosita xitob qildi, ammanglar deb, menga ayollar xitob qilmay, valilariga qanaqatidi xitob qilyotdi. Chunki dinning ta'limotida ayol kishining
ayol kishininki to'y ishida asosliq taraf bo'lgani vali tarafi. Yani üzüne üze əgürüş qaydası yok. Hatta hadisdə velisiz nima bo'lmaydi, nikoh olmaydi deydi. Yani ayet bivasıta ayollar xitob qilmayapti. Çünkü bilimiz hissiyat kontrol qiladigan holatda ayol kishi hissiyatning keyniga kirib qurbonlik olib ketsa olmaydi. Ko'p hollarda bo'libmi to'y qilmagan qizlarda to'y qilmagan qizlar buni bilib turyapmiz tajriba orqali hissiyati birinchi o'rinda. Masalaga hissiyat ko'zi bilan qaraydi. Ziyon tortib qilish ehtimoli, qurbonlik olib ketish ehtimoli intayin yuqori. Bu yüzden uning ma'qulligi, izni, xohishi ilingan asosda masala valisining qo'liga tutqizilgan. Bu yerda ayollarning o'zining mustaqil huquqi butunlay yo'q. Veli əgirmən dese əgirdi, bəməyən dese bəməydi emas. Onun tamamen qoşuluş, qoşulmaslık, tanlamas huququ özdə. Hatta toy qılmagan qızlar özünün ifadesini to'liq türlü ifadelenmegen təqdirdə qarşılıq bildirmey jim turuş arqılıq bolsunmu ifadeleşi kerak. İfadeleşi kerak. Toy qılıb bolğanlar "Mənə boldu, qoşuldum, qoşulmadım" deydi. Bu şekilde ölçem var. Yani kızlara toluq erkinlik verilgen. Ama meseleni bir taraf kılış. Yani kızlarınki, meyli toy qilgan, toy qilmagan bolsun, kızlarının maqullıqı, yoki qo'shilmaydiganligi ortaga chiqib bo'lgandan keyin meseleni bekitadiğini veriyordu. Çünkü deganimizdek, az ilgili deganimizdek, kızlar her ishga hissiyat ko'zi bilan qaraydigan bo'lg'achqa o'zining haq huquqini qo'g'dayamaslik ehtimoli intayin yuqori. Buning haq huquqini velisi qo'g'daydi. Masalaga har tarafdan qaraydi. Er kishining majburiyatini aslatadi. Ayollarning huquqini o'rtaga tashlaydi. Hech kimga zulm qilinmaydi. Bu Qur'oni Karimning bizga bergan nimasi o'lchimi, nikoh o'lchimi. Shunga chiqmayadimi? Birisi erlarga xitob qildi, yana birisi ayollar masalasi kelgan vaqtida, valilarga qanday qilyotdi? Xitob qilyotdi. Tabii ki yani tekrar eskertip koyayım. Meyle veli dadı olsun, akı olsun, tağ olsun, kim bop kesip olsun, toy meselesi de tam ihtiyarlık yani makulluk yoki red qilish qizning qo'lida. Meyle o kız toy qilgan kız olsun, yoki toy qilmagan kız olsun. Bu to'liq hal qilinib bo'lgandan keyin am bunun qolgan taraflarini velilari, dadisi, akisi yoki tağısı degandek veli ulusub bilan bular belgilaydi. O maqullikdan boshqa nurg'un ish bor to'yda. Kızның haq huquqlari var. Bular muvafiq şekilde bir taraf qilinib, aile ken çuğulmaydigan, çuğulup ketken takdirde mi, o'g'ilmi, qizmi ziyon qo'shirmaydigan bir şekilde çuğuluş kerakligi ve intahin muhim. Şuna nikah meselesinde ayollarning ishida ma'qullik, qo'shilish, qo'shilmaslik qizlarning qo'lida, ammo ishlarni tartiblash, o'rinlashtirish meselesi valilarninki nimasidir, qo'lida. Hamda biz mana bir ahvolimiz var, qo'shim chiqib deb qo'yay. Nurg'un nikohlar va, nurg'un oilalar va qurildi. Qurilgan vaqtida dinning ta'limotini uyg'unlamasdan, qaramasdan qurildi. Veli kerak desa, uni o'lcham qilmaymiz, yana bir narsani o'lcham qilmaymiz. Islomning to'y uchun qo'ygan bir muncha ta'limotlar var. Buni tatbiqlamaymiz. An to'y qilinib mag'lub bo'lgan vaqtida Ondan keyin maishatning chiqish uchun, qutulish uchun, tartgan ziyni to'liqlash uchun dinning qishig'i kelib, din ishlariga ega yoki dinning ishlarini ebrayotgan mas'ul kishilarning qishig'i kelib, dindan bizni qutqizishni, yo'qotganlarimizni to'liqlashni uldin talab qilamiz. Bu to'g'ri emas. Biz deymizki, sizlar bu to'yga Allohning manhajini, ta'limotini uyg'unlab, islom ta'limoti bo'yicha kirganmi, yo'qmi? Agar islom ta'limoti bo'yicha kirgan bo'lsanglar, oxiridan islom ta'limoti bo'yicha chiqsizlar. Ammo bu to'yni, bu oilani islom ta'limotidagi belgilangan qoida prinsiplarni tatbiqlamasdan kirgan bo'lsanglar, oxirisidan shubhada chiqinglar. Unda bo'lmaganda sizlar zulm qilgan bo'lasizlar. O'zingizlarga zulm qildinglar va dinga ham qanday qilgan bo'lasizlar, zulm qilgan bo'lasizlar. Cho'qim masala chiqishi aniq bu yerda. Andiki o'zimizning gapiga kelaylik. Va la tunkihul mushrikat va la tankihul mushrikat hatta yu'minna.
Endi oyatning sababi nuzulga qaraganimizda asli bu oyat Marsad ibn Abi Marsad al-G'anaviy deb Rasululloh Makkaga musulmon kishilarni maxfiy Madinaga o'tkazish uchun avatgan bir sahoba haqida tushgan oyatga sababi nuzuli bu. Jahiliyat vaqtida buning bir ayol tunishyapti. Ermi ayolni yaxshi ko'radi, ayolmi erni yaxshi ko'radi, birisi-birisini yaxshi ko'radi. Andan bu Madinadan Makkaga musulmonlarni chiqish uchun borgan vaqtida ma ayol kishi buni bilan xoli bir o'rinda qolmoqchi bo'ldi. Bu dediki, islom buni cheklagan. Desa ayol andos meni ol deydi, to'y qil deydi. Dediki, Rasulullohning izni olib bo'lgandan keyin ansam bilan to'y qilay deb Rasulullohning izni oldi. Shu vaqtida bu oyat sizlar mushrik ayollarni iymon etqanga qadar ammanglar degan oyat shu vaqtda tushgan. Gerçi oyat bu sahoba haqida tushgan bo'lsin, lekin umumatan qiyomatga qadar hammalarga nima umum. Yine bir rivayette, yine bir o'xshamagan ko'z qarashda wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika degan oyat Huzayf ibn Yamanning bir dedikivatdi, qora negir dedik. Mushayat tushgan Huzayfa dedikka sen shuncha qora, shuncha sat turib, ko'rimsiz turib Alloh seni o'zining kitobida tilga oldi deb azod qildi deb to'y qilgan bir rivoyatlarmi bor. Tamam. Ondan keyin oyatning oxiriga kelsak, wala tunkihul mushrikin hatta yu'minu. Sizlar o'z ilikinglarda bo'lgan va qizinglar yoki hada qiz qarindishinglar boshqa ilikinglarda bo'lgan ayollarni iymon etqanga qadar mushriklarga bermanglar dedi. Deb bo'lib oxirisida mu'min qul olgan taqdirda mu'min mushrik er olganda erkin azat olgan taqdirda mushrikdan yaxshi. Chunki oila qurilishidagi eng muhim nuqta ideya birligi, fikr birligi, yo'l birligi. Gerçi onun sını tatip turadigan, qiziq turadigan nurg'un taraflari olsa-mu, bu yaxshi. Mana bu amaliyotda bir oilani qurib, oxirigacha davomlashtirish uchun eng tayin muhim va zarur bo'lgan taraf bu. Har ishningki g'oyasi uning qimmatini belgilaydi. Oilaning qimmati, g'oyasi nima? Nishoni nima? Nishoni nima? Bu nuqtalarni o'ylagan vaqtimizda andan biz oila orqali bu nishonga yetmoqchi, bu nishonga yetish uchun men bilan manda shaklda odam mengish kerak. Men bilan o'xshash qimmat qarashda odam mengish kerak. O'xshamagan ikki qimmat qarashdagi odam bir oilaga kirib, u nishonga yetkilolmaydi. U nishonga yetkilolmaydi. Balkim ahvol manda bo'lishim bizning nishonimiz bu yoqda. Bu yo'llar tashliq, edirliq, mengish tez yo'l bo'lishi mumkin. Yana bir yo'l bo'lishi mumkinki gül gahla bilan to'lgan, ammo oxirisida bizga nisbatan nishon yo'q, yaxshilik olmasligi mumkin. Buni o'xshaydigan masala hayotdagi ba'zi masalalar. Mao qarasak bizni tatib turadigan, bizga mabtun qiladigan taraflari yo'q, lekin bizning ko'z qarashimiz bir, yo'limiz bir, oxirgi nishonimiz bir, oxirgi birga chiqarishimiz mumkin. Yana bir qiz va yana bir ayol va bu ayol bizde nurg'un taraflari bilan o'ziga mabtun qilib turadi, lekin bizni boshlab maqadigan yoki boradigan oxirgi nishonga o'xshamaydi, yo'lni o'tirdi, ayrilib qolamiz ma'nodan. Chunki nishon qanday qilmaydi, o'xshamaydi. Oyatning oxirida la'allakum yatazakkarun. Allohningki bu nikoh haqidagi ta'limotlarni bu shaklda bizga berib, mu'minlar cho'qim mu'minlar bilan to'y qilish kerak, mushriklar bilan to'y qilolmaydi. Er mushunda, ayol mushunda, o mushrik har qancha alohidligi sizni o'ziga tortib ketmasin, yanla mu'min yaxshi deb alohid askar tutib, oxirisida la'allahum yatazakkarun deyishi. Mush shakldagi ifodalar Qur'onda intayin ko'p keladi. Tazakkur asli lug'at ma'nida aslishi, eski elish degan ma'noda. Balkim mushtad deyishimiz ularni aslatish uchun degan bir mazmunni ifodalaydi. Hamda aslash, esiga elish ya biz unutib qolgan narsani qaytadan eslagan vaqtimizda shu esiga elish, eslatish degan ma'no chiqadi. Buni bir necha xil bosqichga bo'lsak bo'ladi. Masalan, sen bir narsani burun bilmayding, endi qanday qilding? Bilding. Burun nadanding, endi u to'g'risida ma'lumotga ega bo'lding. Bu bir eslatish shu. Tadakkuraning ma'nosini tahsiga kiradi. Yoki bo'lmasa unutib qolgan bir narsani eslatish orqali bizni hushimizga keltiradi. Bu tazakkur bo'ladi. La'allakum tazakkarun, tazakkur shu. Yoki
qilayotgan ishi bilan o'zining biladigan ma'lumotini qana qilish udullash. Kallamda boshqacha bilmayman bir ishni, ammo boshqa shaklda qilib qo'ydim. Anda bilma, manda qilib qo'ygan bo'lsam vaqtima, hocam, mau manda emas, manda siz manda qilyapsiz degan bo'lsa, bu hamdan bo'ladi, asl tishiladi. Ya'ni bu yerdagi la'allakum tazakkarun degini bizga shuni ifoda qilyotdi-ki bu yerda. Shuni deb turyotdi-ki bizga sizlar bir mu'min bo'lish sifatinglar bilan o'zinglarning qimmat qarashi bo'yicha manglar. O'zinglar mangan yo'ldan chiqmanglar, nadonlikqa tushib ketmanglar, kallanglarda mangmoqchi bo'lgan nishondan adishib ketmanglar. degan shaklda bir eskartish bo'lyapti. Chunki boshqalar bilan to'y qilish, ya'ni o'zga o'xshamaydigan e'tiqod, o'zga o'xshamaydigan din, o'zga o'xshamaydigan ideadagilar bilan to'y qilish deganlik o'zi bilib bilmasdan nishon adashganlik. Chunki sen uning ketib qilish ehtimoli mutlaqo bor. Chunki uning qarab mangdigan nishoni boshqa, sizning qarab mangdigan nishoning boshqa. Balkim sen uni o'zing bilan aktalishing mumkin, lekin g'aliban ehtimol ketib qoladigan gap. Sen ketmagan taqdiringdimi? Sen navbatda bir jamiyatga normal so'z sohibi bo'lgan inson, kelgusi jamiyat sohiblari bo'lmuş, sening balang mutlaqo. Chunki sening balangni sen bilan o'xshamaydigan nishon, o'xshamaydigan ididagi ayol qana qiladi, tarbiyalaydi. Yani bir yerde Allah subhanahu wa ta'ala ziminda igi qilmoqchi bo'lgan, xalifa qilmoqchi bo'lgan, ish tutmoqchi bo'lgan kishilarning bir aqida bo'lishini xohlaydi. O'xshamagan fikrlik, o'xshamagan xohish, o'xshamagan havaslardan o'xshamagan aqida kelib chiqadi. Shu vaqtda hayotdagi mangadigan yo'l to'qinishudi birisi-birisiga, zid keladi birisi-birisiga, masala ashyadan chiqadi. Ayol dedikki, jamiyat qurilishining, ummat qurilishining birinchi kesiki. Endi tekrar deyish to'g'ri keldi. Bizning kelgusi jamiyatimizning asoslari bo'lgan bolalarimizningki balalik yetilish davri pek uzun. 1 yil olmas mayli, 1 yilda cho'ng'ishib bo'lmaydi. Ammo 5 yil, 10 yil, 15 yil hatta. 15 yil mezgil bizning bolalarimiz kelgusi uchun hozirlanadi. Mushu mezgilning hammasida sen bilan o'xshamagan aqidadagi ayol, o'xshamagan dindagi ayol o bolalarga ma'lum darajada singdiranmaydi degan taqdirdan bo'lmasa, butunlay o'zining aqidasini, o'zining yo'lini singdiradi. Sen uningga egolanmaysa, ego bo'lgan taqdirdami shakli jihatni ego bo'lishi yoki o bolaning hayoti to'qinish ishida qana qiladi, o'tadi. Nishqa? Chunki muhit aralashib ketadi. Boshqa bir muhit paydo bo'ldi. Ayollarmi shu? Mushrik er bilan to'y qilgandan keyin to'y qildi degan gap, ayol o'zining asli yashayotgan muhitidan boshqa bir muhitga keldi degan gap. Ya'ni to'y degan bilan erining muhitiga o'tdi. Eri mushrik. Mushrik muhitiga o'tdi degan gap. Mushrikning oilasiga bordi degan gap. Endi u ayol tuqqan bola ham mushrik muhitda paydo bo'ldi degan gap. Bu yerda shu masala chiqdi o'rtaga. Ya'ni zidlik chiqdi bu yerda o'rtaga. Yani meyli erning müşrik ayollar bilan to'y qilish masalasi olsun, meyli ayollarning müşrik erlar bilan to'y qilish masalasi olsun, Allohning birdan bir irodasi bizni saqlamoqchi. Er ve ayol şekilde bizning kelgusi avlodlarimizni qana qilmoqchi, saqlamoqchi, bizning manbayimizni saqlashtirmoqchi. Shunga oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga alohida qana qildi, eskartish berdi. Endi bu yerda chiqadigan bir savol bor. Mushriklar bilan to'y qilsak bo'lmaydigan bo'ldi. Ama İslamda ehli kitap bilan to'y qilsa bo'ladi deydigan bir hukm bor. Sura Maidningki 5-oyati "El-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum" deb bo'lib, "Vel muhsanatu minal mu'minat vel muhsinatu minal ladina utul kitab min qablikum" degan oyat orqali ehli kitobdan pak ayollarni osonlar bo'ladi dedi. Endi musha haqda ulamolar masalani tahqiq tahqiqlab bir bo'liklari keskin to'y qilib bo'lmaydi deydi. Nimishqa? Chunki ahli kitob o'zining aqidasidan, ahli kitoblik aqidasidan shirk doirasiga o'tib buzilib ketib qolganlar. Ya'ni insonni Rob deyishdan ortiq shirk bo'lmasa kerak. Mushriklarning ammang dedi, ahli kitobning ahli kitobligi yo'q.
Ular müşriklar deydiganlar var. Yani bir qismlar deydi, ahli kitobdan to'y qilmoqchi bo'lgan odam shu ahli kitobni obdan tadqiq qilib izlanish kerak, so'rish kerak. U ahli kitob faqat payg'ambar masalasidan ahli kitob bo'lib qilib, payg'ambar islomni e'tirof qilmaslik sababidan ahli kitob bo'lib qolganmi? Yoki insonni Rob deydigan, Parvardigor deydigan e'tiqodmi? Shuni qarash kerak. Allohni faqat Alloh deb e'tiqod qilsa, iloh jihati masala bo'lsa, faqat payg'ambar alayhisolamni o'zining payg'ambari deb qaramay, yo Iso alayhisolam, yo Musa alayhisolam o'zining payg'ambari deb qaragan bo'lsa, bu bo'ladi deb mana shaklda ayiradi har holda. Endi ahli kitob bilan mushrikning bir farqi shu nuqtada. Ahli kitob bilan bizning aqidaning cho'ng qismida birligimiz bor. Allah masalasida payg'ambarlardan bizning payg'ambarimizdan boshqa o'tgan payg'ambarlar masalasida va dinning umumiy asosiy prinsiplari nuqtasida o'rtaqligimiz bo'lg'achqa ma shaklda ya'ni o'rtaq bir umumiy cho'ng aqida, cho'ng prinsipdagi o'rtaqlik turib bolalarininki o'tib ketmasligi yoki mushriklar to'y qilganga qaraganda zarari az bo'lgan bo'lg'achqa qana qilsa bo'ladi, to'y qilsa bo'ladi. Ammo yine eng to'g'risi, yaxshisi musulmon bundan yiroq turgan yaxshi, o'zini mu'min bo'lgan musulmon qizlar, musulmon ayollar bilan pak tutqani yaxshi. Ya'ni biz mush oyatlardan umuman olgan bir xulosa nima desa, Alloh subhanahu va taolo ajoyib ko'ngil bilgan tarafi mush oyatlardagi mush bizga bergan buyruq ta'limotlar orqali nima desa, kelgusi avlodlar, kelgusi farzandlarimiz, kelgusi jamiyatning asosi. Ya'ni agar mushrik bilan to'y qilsaqmi, ahli kitob bilan to'y qilsaqmi, kelgusi avlodlarimiz buzildigan darajada bo'lib qolsa, kelgusimizni saqlayamaydigan darajada bo'lib qolsa, biz buningda islomning asosiy maqosid tarafini, islomning ko'zlagan nishon tarafini asos qilib mangishimiz kerak. Ahli kitob elish orqali kelgusimizni buzdigan bo'lib qolsa, olmaymiz qat'iy ahli kitobni. Tabiiyki mushrikni albatta olmaymiz. Mana nuqtalar alohida diqqat qilishimiz kerak. Ammo ba'zi insonlar shuna deydi, onaning bolaga ta'siri bor masalan. Ba'zi onlarning safasi tuvan, ba'zi onlarning yuqori, ba'zi onlarning aqidasi taq, ba'zi onlarning dini, iymoni, jihatdagi saviyasi tuvan. Biz bolalarni onlarning qo'lidan elib o'rtaq bir yerga kirib, hozir isil masalan tarbiyalash o'rinlari bor. Isil tarbiyalash sistemlari bor. Bunda qilsa qolmamdi deydigan bir insonlar bo'ladi. Onasini ahli kitobni olsang ol masalan. Qandig'ini olsang ol, bolalarni mana shakl tarbiyalasak, onasini ayirsak qolmam deydi. Biz bular deymiz, bu tarixda bo'lib boqqan ishlar. Yani hatta Atfal bila usar degan kitobni yozib boqqanin, oilasiz bolalar deb. Bunda tashkilotlar qurilgan, masalan Isroiliyada balani onasidan ayirib alohida ixtiyorli tarbiyalaymiz deb. Anası chunki hammadanning onasi o'xshash saviyada bo'lishini aytadi. Ba'zining o'qish saviyasi bundaroq bo'ladi, ba'zi tuvan bo'ladi, ba'zi oliy maktab darajasida bo'ladi, ba'zi anda ba'zi manda balalarning saviyasi farqli chiqadigan bo'lg'achqa balalarni alohida tarbiyalaymiz deb oiladan ayirib balalarni ayrim bir yerga yig'ib 40-50 balani onunga yuqori saviyada ta'lim tarbiya berib, yuqori saviyada tarbiyalab sınaq qilib baqa ahvollar bor. Bu sınaqning natijasi va yozilgan bu vaqtda yozilgan kitoblarning umumiy xulosasi shuni ifodalaydi-ki, balalarda ajoyib bir xil ruhiy jihatga tushkunlik. Ya'ni bunda balalarni azoblangan balalar, sulangan balalar degan xulosa o'rtaga chiqqan. Hatto o balalar yo'g'inab yoshlik darajasiga yetgan vaqtda bularda bir xil insonlik yetilmaydigan, ya'ni kichik bola mijoz, ya'ni ana yetildiradigan bir xil kayfiyat bor balada. Bu ahvollar taraqqiy qilmaganligini yakunlab chiqqan. Tabiiyki, u kalimizni kesib olmaydi. Biz bola yo'g'intib boqdik, bolalarimiz o'p boqdi. Hatto bola kichik vaqtida, 1-2 yosh vaqtida anasining yana bir balasi bo'lmasini umid qiladi. Anasi yalnız meni olsam ekan degandek bir xil tuyg'uludi balada. Dada mening bilan bo'lsam degandek bir xil tuyg'uludi balada. Ya'ni qizg'inudi bala. Mushuning o'zi nima desa, kichik yoshdagi balalarning ota-onaga bo'lgan ehtiyojining naqadar muhimligi, ota-onaning mehri ularga nisbatan eng cho'ng uzuq ekanligini buni ifodalaydi. U 40-50
balani bir yig'ib tarbiyalaydiganlar har qancha saviyali bo'lib kelsin, har qancha ularga go'zal muomala qilsin, hammasi birlashib bir onaning ularga bergan mehr muhabbatini bilinmaydi, na shakli jihatini bilinmaydi, vazifa nuqtasini bilinmaydi, balaning ichki hissiyoti nuqtasini, tarbiya nuqtasini ham bilinmaydi. Bu degan Allah mush shakl yaratgan bir tabiiy hayot to'g'ri sog'lom shaklda o'sib yetilishi uchun bu balaning mush shaklda Allah yaratgan shaklda Allah belgilagan usul bo'yicha qana qilish kerak, o'sib yetilishi kerak. Hatto bala o'zining cho'ng akufkalarini anasiga yaqin kelsa bir xil yig'laydiganligini ko'ramiz. Yoki bala 2-3 yoshga vaqtda kichik o'qis tug'ilib qolsa, qattiq bir necha oy balkim qana qiladi uningga bir xil qizg'inidi. Ammo ananing, dadining mehr muhabbati cho'ngini kichikini o'ziga sig'dira oladigan bo'lg'achqa, ananing mehr muhabbatining ozligini ko'rgan vaqtida sal asliga qaytadi. Masala bu qadar ya'ni. U ana dada bergan mehr muhabbatni hech kim bilmaydi. Ahvol mashta bo'lgan ekan. Balaning vujudida aniga bo'lgan shunchalik darajada bir xil ehtiyoj bo'lgan ekan. Ana bergan ehtiyojni hech kim bilmagan ekan. Balaning onasining joyida tanlanishi, dadasining sog'lom shaklda tanlanishi intayin. Shu yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de insanlarni, kishilarni ota-onasiga yaxshilik qilish haqida alohida tavsiya qilganlik. Vasaynal insani bi validayhi ihsana. Sura Ahqofning 15-oyatida bular hammasi bekorga deyilgan gaplar emas. Dadaning, onaning balag'isiga bo'lgan ajri, balag'a bergan mehr-muhabbatni dunyoda hech kim bilmaydi. Mayli u qo'saq ko'targan, homildor bo'lgan vaqtini tortib cho'ng bo'lgan vaqtgacha. Bu yüzden inson ota-onasiga ado qilib bo'lmoqdek darajada qarzdor. Yani biz bu şunu demekçi ki ata-onaning balığı olgan ta'siri intayin cho'ng. Cho'ng yetim bolalar bilan dada-onalik cho'ng olgan bolalarning mijoz, xarakter, psixikasini tatib pek cho'ng farq bor. Shu yetim bolalarning psixikasini buzib kelmaslik uchun islomda yetimlarga kepil bo'lish, yetimlarga sahip chiqish, hatto yetimning 5-silg'a odamlar Rasululloh men mashta tang jannatda ma ifodalar qo'llangan. Nimishqa bola ata-onaning mehr muhabbatsiz jamiyat normal odam bo'lolmaydi. Allah endi bu oyatda nima deydi? Ata-ona bo'lgandan keyin kelgusi jamiyatning qanday bo'lishini istasang, balangga shunda ona deb paydo bo'ladi. Bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan kelgusi jamiyatimiz mu'min jamiyat bo'lsinmi yo mushrik jamiyat bo'lsinmi? Bu bizga qo'yiladigan bir savol, bizga beriladigan bir ta'limot. Kelgusi jamiyatimizning islomiy, iymoniy jamiyat bo'lishini istasak, onasi musulmon bo'lsin, mu'min bo'lsin, hamda kelgusi jamiyatning mushrik bo'lishini istasak, unda istamaymiz-ki, tabiiy hech kim istamaydi. Bolalarımızın anısı müşrik bo'lmaslik kerak. Shunga aqida, iymon bu jihatda masala va ayollar bilan asla to'yqamaslik kerak. Garchi sizni tortib turadigan har qancha taraflari bo'lgan taqdirda. Bugungi oyatning umum mazmuni shu qarindoshlar. Shuning bilan bugungi darsimizni to'xtatamiz. Inshaalloh kelasi darsimizda oyatning davomini o'qiymiz va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.